Sizni ağabey bir mo'jadan tillayjima. Ya vay men yalgan gapimni rast. Burum aptikansiz bizning narsamizdan. Nechinliq elitkansiz. Hakikaten yaxshi. Men ishlatib baqqanman. Nima bu? Oshqozon go'rkan. Oshqozon go'kra. Kalnıma jiqib olgan, chalay tezakda yemaydigan haqiqiy foydasi. Rasmi ya? Rasmi yalgan. Sizni ağabey bir mo'jadan tillayjima. Ya vay men yalgan gapimni rast. Rasmi ayta qildimmi? Mushuning qutishdimmi? Bir ayizlik bor. Rasmi. Do'stlar, mana mana bizningki sarqilninki oshqozon go'kra. Meningki har grammda yangi foydali bakteriya bor. Qo'ykanlarga ishlatgan chaqda bakchiq qo'ymang. Kirli qo'ysangiz bo'ldi. Tezgida yem o'tib ketmaydi, mush bo'yda ishlasangiz bo'ldi. Yangi saninki yangi yaristiki burun do'konimiz bor. Arliqda bir taqilib qoldi. Hozir yana 5-6 kundan keyin qayta ochimiz shu yerga berib olsangiz bo'ldi. yoki mush do'yinda ayrim gap qilsangiz sappasak bo'ldi. Aman bo'linglar. Siz ko'nglim. Ma'qul, rahmat. Nima oldingiz? Sarqilning yemini oldim. Nima yem oldingiz? Qaldim. Sutninkini oldingizmi? Sutninkini. Sut kalvami? Sut kalva. Mana nima? Oshqozon go'ri. Mana shu bir tonna suv aralashtiramiz. Shu suvda alab etamiz, shu suv sug'iramiz. Hamda bizning mayamni o'tib ketmaydi qalninki tizkidan. Mayamni bergan chaqda shah alab beryapmiz emasmi? Ash shahlarning badanga singdirib o'tadi ma'va. Bir tonna suv aralashtirib bersimiz ishiltan. Ishingiz o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Ma'qul.